Assalomu alaykum Chorva Otabek kanal obunachilari. Bugun haftaning shanba kuni 7-fevral Jo'rabek arzonchining xonadonlariga kelganmiz. Qirg'izga gibrid, Angusga gibrid bo'zalarni olib tushgan ekanlar bugun. Sizlarga Otabek sizni obunachilaringizga deb chaqirdilar. Mana ko'rishingiz mumkin. Sifatlar o'ta joyida bo'zalarni olib kelibdilar. Mana gavda boshlari ko'rishingiz mumkin. Buni to'liq ma'lumotini Jo'rabekning o'zlaridan bilib o'tamiz. Jo'rabek bu narxlari, bo'ylari, gavda boshlari. Xudo xolasa bo'zalar yaxshi-ku. Shunaqa voha Surxondaryo nimalar emas, xudo xolasa qirg'iz bo'zak. Orqalari ham juda chiroyli ekan. Oyoqlari ham baquvvat, stekan tuyoq ekan. Sifat ham rosa joyida, unaqa nimasi yo'q. Otabek. Mana mash bo'zaklar xudo xolasa yelkalari hamma yo'g'i chiroyli narsa. O'sha oldilarga ham e'tibor bering. Oldilari ham, yelkalari ham o'zi ham baquvvat ekan o'zi. Bu orqalarga qo'l yetmas ekan o'zi. Men ko'ray oldilardan ham bitaylik, mashlarni. Qarang. Ko'r. Oldi kallalari qarang, kallalarni bularni. O'zalarni. Dahshat. Qirg'izga gibrid, Angusga gibrid bo'zalar ekan, ko'rishingiz mumkin. Mana kalla boshlari bo'zalarimizda. Turishini qarang buni. Boqasiz rahmatini aytasiz, ertaga deb Hamma yo'g'i joyida. Turkiya pishib, pul kerab bo'lib, Turkunda kelib sotsa foyda qiladigan bo'zalar. Xudo xolasa bo'zalar. Aka bilan narx qanaqa? Bir boshdan aytib o'taverasizmi? Bo'y o'slari bilan? Hozirgi bo'yini bir o'lchab ko'rsataman mashinasini. Ha, bir boshdan bitta bo'yini o'lchasak, haligi bir realniroq bo'ladi aka. Bir minut. Shunda nima qilib o'sha kichkinalarni ham nasta qilib turing hozir 1 minut. Ha, kichkinalar nimani? Bo'zalan orqa boshlari ham jaliga qang'il, sung'ul emas. O, qirg'izga gibrid mana. Orqalari ham cho'tki bo'zalar ekan. Mana ikkalasi jup ekan o'zi mana ikkalasi. Hasan Husan shikili mana ikkalasi mana. Nimasi yo'q. Mana gavda boshlari. Hozirli obunachilar. 120 plus 125 chiqyapti-da. 120 plusga olaverar akansizlar bularni. Xohlasa. Mashinasi. Ma Angus gavdasini o'lchab mana Angusni ham. O'ta bu boshqacha qo'pol narsa ekan bu. Bitta o'lchab narxini aytib o'tib ketsangiz yaxshi bo'ladi Jo'rabek aka. Hop. Bu ham shu 120 ekan. Mana 120 da turibdi. 115 plus 118, 120 gacha ekanda bu bo'zalar. Uchta emas, 4tasini ayting. 4tasi bir xil ekan o'zi. Pachka turibdi. Gavda boshlari ham bir xil turibdi. 23 milliondan xayri bor. Nech pul aka bu biz obunachilarimizga Chorva Otabek kanalidan kelgan 23 milliondan ozginadan xayri qilib beraman. Qanchadan qilib beramiz aka bu endi? Biz obunachilarimizga yengilroq qilib ayting aka. Bo'zalar sifati bor. Gavdabashi ham yaxshi. 120, 115 plus bo'zalarimiz. 22 million 500 mingdan. 22 million 500 mingdan. Dastavkasi qanaqa bo'ladi aka bu? Vodiy bo'ylab dastavkasi bor ekan 4tasiga. Ma kichikroqlari bo'yi qanaqa? Bo'yini o'lchaylik bilan ham aka? Mashinasida eng kenjami bo'lsa. Eng kichkinasi mana Hasan Husanlarni bittasini o'lchaylik. 110 plus ekan. 110 plus turibdi. 110 ga olaverasizlar buni. Bu 4tasi bir xil ekan mana 4tasi. Kenjaroq mallar 115 ta. 110 plus 115 ga olaverasizlar. 5tasini aytaman narxini. 5tasini nech pul qilib berasiz aka biz obunachilarimizga? 5tasini 18 million so'mdan. 18 million so'mdan kami bormi yo bo'lish 18 million so'mdanmi? 18 milliondan yaxshi aytdim. 18 milliondan vodiy bo'ylab dastavkasi bor. Arqon nuqtasi bonus. Yemoq ichmog'iga bir hafta. Yemoq ichmog'iga bir hafta garantiyasini berarlar. Agar da kelishib bo'linsa, aka bu hammasini nech pul qilib berasiz buni? Hammasini bir joyga olamiz deysiz, bo'zalarni 2, 4, 6, 8, 9 bosh bo'zagingiz bor ekan.
Sifatlari joyida ekan, xudo xolasa 9 tasini bir joyga ilishsa qanchadan qilib berasiz? Dastavkasi qayergacha bo'ladi ina? Dastlabkisi vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ladi dema, 12 ta viloyatga qilib bering. Xo'p. Mana ko'ring, mana shu o'zani chiqar. O'rtasida Men orqalarini qarang buni, bu orqalarini o'ta pachka qo'pol narsa ekan. Ertaga boqasiz buni, rahmatini aytasiz xolos buni. Ertalik qanqul so'ng'ullarni avalab 2 yil yetalamasiz. Bularni 1 yilda tayyor bo'ladigan bo'zalar ekan. Yoshlari qanaqa aka bu bo'zalarning yoshi? yeshiga to'lmagan bu bo'zalar. Yashiga to'lmagan. Mana ko'ring. Kallalarni qarang, kallalarni o'zani. Yuziga yarasha oyoqlari ham baquvvat ekan. Bu jupi qanaqa aka buni jupi? Jupini ham 18 million so'mdan beraveraman. 18 million so'mdan jupi. Desa ham 18 millionga qilib beraveraman. Tanlab olaverasizlar, mana shu 5 tadan xohlaganingizni tanlab olasiz, 18 million so'mdan tanlab olaverar ekansiz. Bu yoqqa 4 tasi 22,5 milliondan xayri bor. Xudo xolasa. Aka buni bir hisobingiz chiqaringchi, bir 9 tasini bir joyga aylatsa qanchadan qilib bera olasiz? 19 million 800 mingdan sotdim. 19 million 800 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavkasi ichida, arqon nuqtasi bonus. Aka doktor bilan kutib olaveradi-a bo'zalarni aka. Borasiz, yo'qsa doktor-muxtorlaringiz bilan kutib olaverasiz. Bo'zalarimiz xudo xolasa bir hafta yemi ochmog'iga garantiyasi bor bo'zalarimiz. Chorva Otabek kanaliga bitta podpiska, like bosishga aytmaysiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasiz.